Etsiz dizaynerlar. Men Boymirzayeva Muslima, Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti talabasiman. Bizda aynan nimadandir ilhom olish bo'lmaydi. Masalan, ko'chada ketayotgan bo'lsam, nimadir menga yoqib qolsa, o'sha narsa menga ilhom bo'lishi mumkin. Hozir namoyish qilgan kolleksiyasida qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Qanaqa to'siqlar bo'ldi? Shular haqida gapirsangiz. Qiyinchilik bo'lmadi, chunki kasbimni yaxshi ko'rganim sababli maza qilib bajaraman. To'g'ri, endi ozgina nima desam ekan, materiali boshqasi, uni o'ylash kerak, ideya, g'oya shularni aytmaganda, lekin qiyinchilik bo'lmaydi. Xudo xohlasa, katta dizayner bo'lish, xalqqa foydasi yetadigan, O'zbekistonni tanitadigan taniqli dizayner bo'lish